Assalomu alaykum hammaga. Menga eng ko'p berilgan savolga shu yerda javob qoldirib ketmoqchiman. Oldin faqat menga o'zbekmisiz, qoraqalpoqmisiz, kimsiz o'zi derdi. Bu serialdan keyin точно qozonmisiz deganlar uchun hamma o'zbekman. Men qozonman. O'zbekistonda Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Mamut qishlog'ida tug'ilib katta bo'lganman. Mamut, I love you. Qishloq deganda bizning qishloq hech qanaqasiga Toshkent mahallalaridan qolishadigan joyi yo'q. Hammasi современный, mahalladoshlar ham, odamlar ham. Qishloq deganda o'ylab qolmanglar, qishloq deb. Hech kim mol, qo'y boqadigan joy emas. Mana chotki joy. Lekin siz o'zi qozoq tilini yaxshi gapirasizmi? Uyda qozog'cha gaplashasizlarmi degan savol ko'p kelyapti. Между прочим, o'zbek tilini bilmaganman. O'zbekchani вообще bilmaganman. Sheva nimaligini bilmaganman. Chunki men qozoq maktabida o'qiganman. O'shaning uchun o'zbek tili bir haftada bir marta bo'lardi-da, ko'p bilmaganman. Lekin yoshligimizda eslayman, xola o'yin o'ynardik, faqat o'zbek tilida gapirardik-da. Lekin haqiqiy o'zbek tili mamlakatini men bilmas ekanman. Shunda tushunib yetganman, Sabinasam o'zbek tilini vashi bilmas ekansan deb. O'qituvchilarim ham, kursdoshlarim ham xiqorganman qozoqcha gapirib. Hozir kursdoshlarim kommentariyada yozish boshlaydi. Da deb. Chunki faqat birinchi kursda borib qozoqcha so'kkanman, qozoqcha gapirganman. So'kma degan gap qozoqchada bo'xtama. Ammo uni nima deganman? Конечно, bo'qlama deganman. Zo'r перевод qilardim. Yostiq, jastiq. Значит, mana shunaqa bo'ladi deganman-da. Nima deganman topinglarchi? Yo'g'ramayapsanmi degan so'zni o'zbekchaga men yo'g'ramayapsanmi deganman. Yana mana shunaqa ko'rsatganman tushunmaganim uchun. Yo'g'ramayapsanmi deb. Aslida u soqitmassanmi deyiladi. Короче, gap qisqasi shunaqa g'ir jinni qiz bo'lganman. Urushqoq, hamma bilan talashadigan. Sho'xroq qiz bo'lganman. Hozir ancha bosilib qolganman desa ham bo'ladi. Yana bitta savol bor. Qozog'istonga kelish xohlaysizmi? Qozog'istonga turmushga chiqasizmi? Men vatanimga xiyonat qilmayman. Chunki Toshkentni juda sevaman. Qozonman, lekin Qozog'istonda bir haftadan oshiq yashamayman. Menga juda yoqadi, juda chiroyli, ko'p boraman. Bilmayman, bir haftadan oshiq yura olmayman lekin. Endi kimga tegishim bu peshonadan. Men hozir o'zbekka tegmayman, qozoqqa tegaman deb, ertaga nima bo'lishini Xudo biladi. Men ajratmayman. Lekin kichkina paytimdan boshqa millatga tegishni juda xohlardim. Bolalarim chiroyli bo'lishi uchun jinni meni qozoqqa tegsam ham chiroyli bo'ladi. Endi shunaqa gaplar. Hammaga xayrli tun tiladim. Chunki hozir qo'yibman kechasi. Kuninglar yaxshi o'tsin. Nima deyman endi? Xayr, shunaqa gaplar.